Bilasizmi, yoshligimizda bizga Plutoni sayyora deb o'rgatishgandi. Aslida esa 2006-yili Pluto o'zining sayyoralik guvohnomasini yo'qotgan edi. Demak, uzoq yillar oldin, 1930-yillarda biz Quyosh sistemamizda bor yo'g'i 8 ta sayyora bor deb hisoblaganmiz. Shundan so'ng AQShning Arizona shtatidagi observatoriya yangi bir sayyorani kashf qiladi. Dastlabki hisobotlarga ko'ra, biz bu sayyorani hajmini Yer bilan bir xil deb o'ylaganmiz, balkim kattaroq deb ham o'ylaganmiz. Qizig'i shundaki, o'shandan so'ng sodir bo'lgan har bitta tadqiqot ishida biz amin bo'lganmizki, u sayyora Yerdan kichikroq va kichikroq ekanligiga. Va nihoyat yaqin o'tmishga kelib, biz Plutoni asl o'lchami hatto Oydan ham kichkina ekanligini kashf qilganmiz. U ham yetmagandek, Pluto boshqa Quyosh tizimidagi sayyoralarga qaraganda ancha egri orbitaga ham ega edi. Va shundan so'ng 2005-yili biz Plutoga o'xshash bir necha kichik yo'ldoshlarni kashf qilganmiz. Va nihoyat 2006-yili Pluto Xalqaro samo qo'mitasi tomonidan sayyoralar javob berishi kerak bo'lgan 3 ta omilga javob bermaganligi tufayli o'zining sayyoralik guvohnomasini yo'qotadi. U omillar esa: birinchisi, sayyora Quyoshning atrofida orbitaga ega bo'lishi kerak, ya'ni Quyoshning atrofida aylanishi kerak. Ikkinchisi, sayyora bo'lishi uchun obyekt dumaloqsimon bo'lishi kerak, ya'ni shar holatida. Uchinchisi esa obyekt yetarlicha gravitatsiyaga ega bo'lishi kerakki, u o'z orbitasidagi boshqa mayda obyektlarni yo o'ziga tortib olishi kerak, yoki o'zini yo'lidan chiqarib yuborishi kerak, ya'ni yetarlicha katta bo'lishi kerak. Pluto esa afsuski 3-omilga javob bermas edi. Plutoni qanday qilib topganimiz haqida qiziqarli to'liq video ko'rish uchun obuna bo'ling.